Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana bugun yana ikki so'qmonni o'rtasida bir ko'prigimiz bor, osma ko'prigi. Shundan o'tadigan, shundan chiqib sentrga yoqqa yuradi. Men hozir ikkinchi so'qmondan birinchi so'qmonga o'tmoqchiman. Marhamat ko'rsatayin. Mana bu ko'prigimiz bo'ladi, ikki qishloqda bo'lib turadigan ko'prik. Mana shu Mirzariq. Mana O'ral tomonidan kelish tarafi. Bu so'qmonda o'tsak nari ikkinchi so'qmon. Mana bu yoqqa qarab ketadigan joy. Mana qarindoshlar, qadrdonlarim, xudo xolasa yangi yilga ham sanoqli kunlar qoldi. Yangi yilimiz omadli o'tsin hammaga. Tinchlik, xotirjamlikda uchrashib yuraylik. Hammaga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashib yuraylik.